Assalomu alaykum do'stlar, mana trenddagi modelimizni ko'ringlar. Buni to'plab turganimiz sababi yangi yil oqshomlariga kiygani, bazm oqshomiga kiygani juda ham zo'r model. Ishoninglar, haqiqatan zo'r model. Qaramagan odamni, ahamiyat bermagan odamni o'zi qolmaydi. Yoqalarni ham zo'r qilib ishlab qo'ygan. Mana qaranglar, vaqti tiniq qilib ishlab qo'ygan. Cho'ntaklarni aytmaysizmi, yenglarni uchun rezinkali. Xo'p, bahor faslida mashina qilib, puxini yechib qo'yib, bemalol kiysangiz bo'laveradi. Oldini ochib kiysangiz, kostyum yoqa bo'ladi. Mana do'stlar, oldini ochib kiysangiz, kostyum yoqa bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi. Uni tugmalari ko'rinmaydi. Hozir manikinda mashina turibdi. Mana bu fasonda qilib ham, bu fasonda qilib ham, oldini bekitib ham, keyin eng qizig'i mana puxi turgan holatda zamoyini qadasangiz, mashi modelda ham bemalol kiysangiz bo'laveradi. Qarang. Bemalol qadaveradi, xudo xolasa. Issiq, zo'r so'raganlarga mana bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Men buni to'plab turganim sababi yangi yil bazm oqshomlariga qaramagan odamni ham shunday qaratib yuboradi. Ichlari haqiqiy pux, ipakli, astar emas, sintetika emas. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Dahshat. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Nima deysizlar? Qani? Like ayamaymiz, kommentariyalarga yoqdi deb zo'ragan deb yozib tashlaymiz. Telefon raqamimizni pastda qoldiramiz. Bemalol Telegramdan murojaat qilaverasiz. Xudo xolasa, respublika bo'ylab dastlabkalarimiz mavjud. Optimga oluvchilar bo'lsa ham, xolasa Xitoydan zakaz qildirib beramiz, xolasa o'zimizdan zakaz qilsa ham bo'laveradi. Sog' bo'linglar.